Assalomu alaykum barcha O'zbekiston roleplay o'yinchilari, serverimizda maroqli o'yin tilaymiz. O'zbekiston RP yangi ochilgan server do'stlar. Ushbu o'yinni batafsil o'rgataman. Buning uchun shu meni YouTube kanalimga kirasiz va oxirgi joylagan videoimni opetsiyasiga o'tasiz va bu yerdan shu O'zbekiston RPni yoki bo'lmasam Telegram bo'ladi do'stlar. Va mana topib oldik, o'yin o'rnatish turibdi do'stlar. O'yin o'rnatishga bosamiz va bu yerda do'stlar hozir forum shaklida ham bor, ya'ni liderlik, media adminlik o'shanaqalar do'stlar. Mana forum shakli, endi bu yerda yana bosamiz va O'zbekiston RP forum. Mana do'stlar, media adminlik, o'yin o'rnatish, qoida va jazolar. Xullas do'stlar, shu yerdan asosiy va siz do'stlar. Mana o'yinni o'rnatishga kirib oldik va bu yerda mana Basic AFK va Launcher turibdi. Birinchi o'rinda Launcherni Zarchiver ilovasiga kiritib olamiz. Yuklab olgandan keyin Zarchiverga kiramiz va nusxalashga bosamiz. Bu yerdan nusxalab olgandan keyin do'stlar biz hozir pastda turganga bosamiz. Ya'ni pastda mana hozir ko'rsataman, mana xuddi shunga bosamiz. Bosganimizdan keyin do'stlar xotiraga joylash chiqadi. Mana xotiraga joylash menda bor, shuning uchun men almashtirmoqqa bosaman. Agar sizda ham bo'lsa va boshqatdan kiritayotgan bo'lsangiz, almashtirmoqqa bossangiz do'stlar, o'sha launcherni yangilab beradi do'stlar. Va hozir biz almashtirmoqqa bosamiz va ushbu faylni xotiraga chiqarishni boshlaydi do'stlar. Qani bo'lmasa, mana chiqarib oldik. Endi biz qaytamiz va do'stlar Basic AFK ga bosamiz. Yuklab olingandan keyin do'stlar ustiga bosamiz. Ustiga bosgandan keyin mana uje menda borligicha men yangilashga bosaman. Hozir o'rnatib bo'lgandan keyin do'stlar o'yinga kiramiz. Biroz kutamiz. Hozircha o'rnatilmoqda. Mana ochishga bosamiz. Endi mana hozir tekshiradi, viruslar yo'qmi, o'shaqalar tekshiradi. Va hozir tekshirib bo'lgandan keyin mana do'stlar o'yinga kiramiz. Va bo'ldi do'stlar. Mana o'yinga ham kirib oldik do'stlar. Mana shu yerda chiqasiz. Shu email keyin o'zlaringizga yoqqan kiyimni tanlaysizlar va bu yerdan chiqqanlaringizdan keyin xuddi shu yozuvda sizlarni chiroyli tarzda kutib oladi va o'yin tarafdorlariga qaraganda shunaqa narsa turgan bo'ladi va bu yerdan batafsil bilib olasiz. Shuning bilan do'stlar, ushbu videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Agarda ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa va o'yin sizlarga yoqqan bo'lsa do'stlar, bemalol shu ko'rsatib o'tgan kanallarimizga obuna bo'lib, qo'shilib bemalol ushbu o'yinga kirishinglar mumkin bo'ladi do'stlar.